To'g'ri, bir tomondan qaraydigan bo'lsak, kuf-suf degan so'z yomon so'zga o'xshamasligi mumkin. Lekin mana bu qo'shiqning mazmunining o'zi harom fahshga to'lib yotibdi. Mana bunday qo'shiqlarni eshitishni o'zi joiz emas. Endi ular kuf-suf sehr qilaman deb sehrgarlikka gapiryapti. Sehrgarlar kim? Alloh va Rasul la'natlagan shaxslar. Ular shunchaki oddiy kofir emas. Allohni tanimaydigan, xohlagan diniga ergashib ketadiganlar emas. Ular Allohga ochiq urush ochgan shaxslar bo'ladi. Chunki ular shaytonga iymon keltiradi. Sehrgarlikni shayton o'zining malaklariga o'rgatadi. Endi bugun mana shu narsani trend qilib olib chiqayotgan odamlar, bular kimlar? Agar musulmon bo'lmasa, mayli qilaversin. Nimaga? Chunki ularga avvalo la ilaha illallohdan boshlab o'rgatish kerak. Lekin la ilaha illalloh degan mu'min yoki musulmon, muslimalar qanday qilib bunaqa trendga ergashishi mumkin? Axir musulmonlarning kofirlardan farqi har bitta amalini avvalo to'xta, mana shu amalim Allohni rozi qilarmikin? Bilmasdan kufrga tushib qolmasmikinman? Bilmasdan Allohni g'azablantirib qo'ymasmikinman deb o'ylamaydimi? Bilasizmi, mana shunaqa muammolar qayerdan kelib chiqadi? Allohni tanimasligimizdan. Agar biz Allohni taniganimizda edi, Allohga chin yurak bilan muhabbat qo'yganimizda edi, biz muhabbat qo'ygan, biz sevgan zotni dushmanlarini bunchalik yaxshi ko'rmasdik. Qanday bir kufr amalini tomosha qilib turib, "Hay, yaramas" deb g'azab qilish mumkin. Unaqa emas. G'azablanish, yomon ko'rish, uni blok qilish bilan bo'ladi. Undan bari bo'lish bilan bo'ladi. Biz bari bo'lish u yoqda tursin, qalban yomon ko'rish u yoqda tursin. Havas qilib mana shu trendni qayta olayotganligimizni nima deyish mumkin? Buni shunchaki o'yin kulgi uchun qilyapman deyotganlar, esingizda qolsin. Hamma narsa o'yin kulgi bo'lsa ham, Alloh va uning oyatlari o'yin kulgi bo'lmaydi. Bittada dindan chiqib ketishingiz mumkin. Alloh saqlasin.